Erta soramiz assalomu alaykum meni ismim Sarvinoz yoshim 34 taganman erim ko'pichada ichib uravorardi uyimizda halovat yo'q edi oxiri erimdan ko'nglim qop ketdi Rossiyaga ishlagani ketdi bolalarimni ozim ishlab boqardim erim pul tashlamasdi. Qaynokam erim bir marta ham telefon qilmasdi yaxshi o'tiribsanmi bolamiz yaxshimi demasdi erimdan lekin erimni ukasi shunchalar shirinsoz edi ta'riflashga til ojiz hamma ishlarimga qarashib ketaverardi ogil bola bo'lsa ham oxiri endi yoqtirib qoldim. Hammani yaxshi ko'rib qolgandi yaqqonlardan bilib turardim kunlarni birida qayni ukam kelinoyi zerikmayapsiz o'zimga ham u gap yoqib ketdi chunki ko'rmaganimga 1 yil bo'lgandi axir erimdan darak yo'q edi ukam keling kelinoyi siz bilan iliqlik kiramiz deb nagli aytdi shokka tushdim biroz nima deganingiz bu Dilshodbek demak o'zimga yoqib ketgandi uni iliqligi yo'q kelinoyi shunchaki sizni yoshganman ayta olmadim keling yaqinlik qilamiz berdi sizga yoqadi deb yana nimam yo'q tashladi kunlar Otdi ketgani haqida eshitib qoldim qaynonam bilan qaynotam bir-biriga oldim axir menga xiyonat qildi deb sabr qildim oxiri bo'lmadi erimni ukasi bilan gaplashdim har kuni menga shoshlik somsalar olib kelardi kelinoyi sizga olib keldim ariqlab ketdis nima biror o'ylaysiz bormi dedim hammasi yaxshi dedim asli ichimdan ezilib ketgandim erimni menga xiyonat qilgani uchun Dilshodbek erimdan ko'p mehr berardi chunki qaynonamga o'xshagan edi erimni ukasi yaxshi bo'ladi qaynonam va qaynotam Jizzaxga Zominga dam olgani ketishdi 5 kunga uyda erimni ukasi bilan qoldik katta hovlida hovlini supuryoqtandim erimni ukasi orqamdan kelib quchoqladi kelinoyi menga bir kunlik vaqtingizni baxshida eting sizni bedoringizga toy bo'lay chunki sizni yoqtirib qolganman deb bo'ynimdan opti man shokda edim lekin o'zimga ham juda yoqib ketdi chunki 1 yil erkak ko'rmadim o'zimga ham yoqib qoldi erimni ukasi quchoqlab olib umuman eza boshladilardim sekin meni yechindim sirazi pastga qarab tushib ketdi maza qildim lekin Dilshodbekning bosh kaltagi qattiq turib ketdi sekin tiqa boshladi 7 osmonga uchganimda tasavvur qildim 2 soat tindirmay yotdik ichlarimga tashavordi shunchalar maza edi qaynoq kam ham rohatlandi bajarib bo'lib yonib oldik kech tushdi ovqatlanib oldik yana kelib yopishib ketdi erim bilan meni yotoqxonamga kirdik yana ijodni boshladik hech bunday maza qilmagandim erimdan ko'p mehrni Shu qayna ukamdan oldim o'rganib qoldim qaynonam qaynotam keldilar dam olishdan hech narsa ko'rmaganda yurardim men ham qayni ukam ham yarim kechalari xohlab qolsam tashqariga bir chiqardim qaynovkam sezardi kelishib olgandik tashqariga chiqsam meni xonamga kirasiz degandim xo'p degandi tashqariga bir chiqardim yana qaytib kirardim orqadan qayni ukam kirardi qaynotam qaynonam uxlab yotgan paytlari yarim kechasi qaynoq ukam bilan ertalabgacha mazza qilardim oxiri homilador bo'lib qoldim qaynoq Ukamdandan